Assalomu alaykum. Ion S 580 muammo reduktorda. Reduktor yorilib ketgan. Yechganda ko'rsatamiz nagruzkadan. Xo'p, yangi reduktorimizga kelgan. Hozir yechib ustanovka qilamiz. Bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Juda ham kichkina, slabый reduktor mana. Nimadan bo'lgan bunaqa случай? Nagruzkadan. Просто korpus подшипникning oldidan yorilib ketgan. Bular sportivniy mashina emas. Bular bosishga bo'lmaydi bu mashinalar umuman. Bu zikr emas bu. Bunda Xo'p, ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana treshina reduktorda. Moy полностью oqib ketgan. Mashinada kichkina reduktori bor o'zi bor yo'q buni. Bu sportivniy emas bu. Bunaqa dvigateli ham kichkina, mana buni qaraylik. Bu unaqa bosishga bo'lmaydi. Spokойный yezdagi городской mashina. Har bitta mashinani sotib olganda inson nimaga kerak va nima uchun olganini bilib olsa, o'shanda yaxshi bo'lardi, o'ylayman.